Nima uchun diyetalar ishlamaydi? Ramazonda bir kun ham qoldirmasdan roza tutdim, lekin baribir vazn yo'qota olmayapman. Ko'pchilik vazn tashlashni och qolish bilan bog'laydi. Keskin diyeta va ochlik esa organizmda stressni keltirib chiqaradi. Tana energiyani tejash rejimiga o'tadi va metabolizm sekinlashadi. Natijada esa vazn yo'qoladi, lekin u yana qaytadi. Barqaror vazn yo'qotish esa metabolizmni qo'llab-quvvatlash, me'yoriy ovqatlanish va jismoniy faollik bilan bog'liq. Aynan shu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun Slim kapsulalari chia, lotus, lion, amarant va zafaron kabi ekstraktlardan ishlab chiqilgan. Ular organizmni majburlamasdan vazn tashlash jarayonida metabolik faoliyatni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Slim dori emas, u sog'lom turmush tarziga qo'shimcha sifatida ishlatiladi. Eng yaxshi natija esa to'g'ri ovqatlanish va harakat bilan birga kuzatiladi. Agar siz tezkor natijani emas, ongli o'zgarish tarafdori bo'lsangiz, hoziroq biz bilan bog'laning. Shu kabi foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifalarimizga obuna bo'ling.